haj vizasini olish uchun endi tibbiy guvohnoma majburiy bo'ladi. Saudiya Arabistoni Haj vazirligi Haj 2026 mavsumidan boshlab faqat Nusuk platformasida olingan tibbiy guvohnoma asosida haj vizasi berilishini ma'lum qildi. Endilikda ziyoratchilar tibbiy ko'rikdan o'tib, sog'lomlik to'g'risida rasmiy guvohnoma olmasdan haj vizasini rasmiylashtira olmaydi. Bu talab hojilar xavfsizligi va sog'lig'ini himoya qilishga qaratilgan. Tibbiy ko'rikda quyidagi kasalliklar aniqlansa, ziyoratchi haj safariga yuborilmaydi. Og'ir buyrak, yurak, o'pka yoki jigar yetishmovchiligi, ruhiy va nevrologik buzilishlar, qarilik demensiyasi, homiladorlikning oxirgi 3 oyi yoki xavfli homiladorlik, faol yuqumli yoki onkologik kasalliklar. Saudiya Haj vazirligi yolg'on ma'lumot berganlar yoki talablarga amal qilmaganlar jazo choralariga duch kelishini ogohlantirdi. O'zbekistonlik ziyoratchilarga esa bu talablar ularning hayoti va salomatligini asrashga qaratilganini inobatga olib, ularga to'liq amal qilish tavsiya etiladi.